Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Xo'p, man ko'p yozishyapti, o'zimga shaxsan ham yozishyapti, Telegramdan ham yozishyapti, videolarni tashlashyapti, svarshik nomerading, yana boshqalarni svarshik nomeradingga vizit tashlaganlar. Ochig'ini aytsam, bu butilka svarka qilish, yog'och svarka qilish bu yosh bolalarning ishida, ya'ni. Xafa bo'lmanglar-yu. U biron bir jamiyatga foydasi tegmagan ishlardan bittasida. Nimani maqtanasizlar? Ximический sostavi shishaning eriganini hisobiga yopishib qoladi. Taxtani ichiga bitta temir kusogini dumaloq qilib qo'ysa bo'ldi, o'sha yopishib qoladi. Taxtani tutunidan u yonib ketmaydi, o'shani hisobiga muzlab qolganini hisobiga chiqib keta olmaydi, xolos. Bu jamiyatga yo O'zbekiston ahliga yo bo'lmasam biron bir odamga foydasi yo'q, tegmaladi. Men shunaqa deb tushunaman. Qilmaysizmi? Siz ham challenge qilmaysizmi? Yo'q, challenge qilmayman. Foydasi tegmagandan keyin nima qilaman? Men undan ko'ra birovga foydasi tegadigan ish qilaylik. Mana svarishni nima derdi? Pol avtomat apparatimiz bor, mana jaskika. Bu yoqda mana apparat olib qo'yganman. Bu ham jaskika tik 315, ya'ni mis, alyumin, chugun, nержавейка, любой metall svarka qiladi. Mana bunaqa ishlar bo'lsa, birontasi mana olib kelib, "Oka, men bu ishni qila olmayapmiz, men bu ishni qilish olmayapti, qilib bera olasizmi?" desa, men o'shani qilib beraydi, keyin maqtaning. Mana men bunaqa ish qilyapman deb. Mana masalan oddiy misol, mana mototsikl. Hali tayyor bo'lmadi, vaqtim yetmayapti. O'shaning uchun maqtanmayman. Mototsikl ramasini svarka qo'yman. Qilib bo'lmagani uchun maqtangim kelmayapti. Buni qilayotgan jarayonimni albatta video qilib olib boryapman hozir. Xudo xolasa vaqt o'sha ishimni bitirib, yakuniy anaqasiga kelganda, o'zim qoniqqanimdan keyin mana xalqim, mana challengelarga, manaqa mototsikl ramasini mashinaqa qilib, shu darajada восстановить qila olasizlarmi deb maqtansam, u boshqa narsa-da. U kimgadir foydasi tegadi, ja bo'lmasa o'zimga foydam tegadi. Nima derdi? O'zim ustida ishlaganim bo'ladi. Birinchisi, ikkinchisi, Alloh nasib qilsa o'zim minib maza qilaman-da. Shunaqa. U challenge qilmayman, kerak emas-da menga. Shunaqa. Mana apparatim bor. Tepada mana kemping apparatim bor. Menga faqat yaxshi ish kerak. Bo'ldi. Oka, men chugun svarka qilib bera olasizmi desam, men qilib beray. Yo'q bo'lmasa mana alyumin, oka, mana blokim singan, mana bunaqa bo'lgan, qilib bera olasizmi desa, qilib beray. Oka, porshinim uzilib tushdi, mana shu porshini svarka qilib bera olasizmi desa, qilib beray. Blokim yorilib ketdi, yo'q bo'lmasa radiatorim peshilib ketdi. Endi radiator qilmayman-ku. Вообще aytayapman, misli narsalar, chugun, nержавейка, alyumin ishlar bo'lsa, mana o'shalarni nima derdi bro, eplolmayapti desin, meni oldimga olib kelsa, inshaalloh men qo'limdan kelgancha qilib berishga harakat qiling. Mana to'g'risida yozishyapti menga. Men bugun ham 3-4 ta odamdan anaqa qildi. Bittasi Aroni butilkasini maqtanib, mana challenge sanga deb katta odam. U g'alati emasmi? U butilkani bir tillik foydasi yo'q. Shu xolos. O'shaning uchun okalar, xafa bo'lmanglar, men challenge qilmayman. Menga kerak emas. Menga ish olib kelinglar, men ishinglarni chotki qilib beray, keyin maqtaninglar. Mana Asqar aka, men bunaqa qilib berdi deb. Sizlar maqtansanglar, u boshqa narsa. Mana Asqar men bunaqa ish qilib berdi, mana yorib yoribdi desa, u boshqa narsa. To'g'rimi? Salomat bo'linglar.